bir dehqon etizliqni shundoq ishlab o'tib ketmani shundoq ursa, tuh qilib bir narsa tegibdi-da, tekkandan keyin u oltin deb ko'lab qopdi bola. Ko'lab tikka bir yo'g'on qapoq chiqibdi. Bu qapoqning ichida ajoyib bir narsa bor o'xshaydi deb og'zini shundoq ochsa, buf qilib bir yo'g'on tuman chiqibdi. Osmonda bir yo'g'on diy paydo bo'ldi-da. Diy mundoq dehqon qarab, "Rahmat dehqon. Mana men bu qapoqning ichida yetayotganimga 1000 yil bo'lgan. Bugun sen meni qutuldirib qo'yding. Qandaq talabing bor degina men bir bija keltiray. Qandaq talabing bor aytqana desa, dehqon qo'shib ketib, "Rahmat devaka. Menga 10 mo'ya lazımdı bir 10 mo'ya bergin." debdiki. Diy turib ketib, mening qo'limdan yaning ish kelmaydi. Qo'limdan ya hal olmaydi. Boshqa narsa desa, dehqon, "Voy, mening boshqa talabim yo'q, ya kerakdi. Üzang talab qil desa, talab qilsam bermaysa desa, diy turib ketib, "Ey, yaning ishi mening qo'limdan kelsa, men qapoqning ichida 1000 yil yotamdim" dedi. Bir og'inam batdi, maktabda o'qimay qolganda, kichigidan birinchi sinfda o'qimagan, faqat o'qimagan bir og'inam batdi. Bir kuni Urumchi ketdika o'yinib, bu-yoqni peqirtib, "Voy, bu yerga ketib qolsak, oldimizdan bir bola chiqib qoldi, bu yugurib berib, "Adash qanday oldi" deb quchoqlashib ko'rishib ketdi-da bu. Ko'rishib ketib, maniki qaytib, ular salomlash bo'lib qaytib kelgandan keyin, "Kim o adash o" desam, "Bu faqat o'qimagan og'inam, savoq deshim" deydi. Sen o'qimagan tursan, faqat maktab yuzi ko'rmagan tursan, "U qanday sening savoq deshing oldi" desam, "Uni o'qimagan tursan" deydi.